Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Shariat olamidan kanalning muxlislari, ishtirokchilari, sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat, eshiting. Kofirlar Alloh ne'matlariga shirk keltirdilar. Yaqinda ular oqibatini yaxshi biladilar, ko'radilar. Uzoq. Alloh ne'mat bersa ular doim shirk keltirib nonko'rlik qiladilar. Mayli, hozircha huzur qilib yuraversinlar, lekin yaqinda javob berish vaqti ham keladi. Rum surasi 34-oyat. Alloh odamlar qilmishiga yarasha dengizda, quruqlikda balolar yog'dirdi boshiga. Balolar yog'dirdi. Sonra ular gunohdan qaytadi. Bugun e'tiqodlilar fisq fasod buzuq e'tiqodlar fisq fasod chiqaradilar. Bu musibat ularga tanbehdir. Rum surasi 41-oyat. Alloh bandasiga marhamat qilsa, u doim shod bo'ladi, quvonadi. Aksi bo'lsa esa noumid bo'ladi. Uzoq. Bu ham subutsiz insonlar holatidir. Allohga iymon bilan mustahkam bog'lanmaganlik sababdir. Rum surasi 36-oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan, hadislar, donalar bisotidan va xalq muborak o'g'itlardan. Debocha, rostgo'y odam marddir, qo'rqoq odam itdir. Alloh hidoyati inson ongiga, qalbiga, vujudiga, to'g'ri yo'lga muhabbatni singdirishdir va uni qalbiga olib kirishdir. Har bir inson baxtli bo'lishi uchun ular baxtli bo'lishga haqli. Saodat esa shu baxt deb mehnat qilish va kurashishdir. Hayot bir tekis emas. Hayotda fitnachi, g'alamchilar ko'p, ehtiyot bo'l. Faqirlik, kasallik, qashshoqlik bo'lmaganda inson kibrdan boshi egilmas edi. O'limdan qutulish yo'q. Bu dunyoda rohat yo'q. Odamlar gapidan omonlik yo'q. Kim Allohga taslim bo'lsa, musulmonlar millati Ibrohim dinidandir. Bekorga islomdan dunyoga do'stlar, bekorga kelmadik dunyoga do'stlar. Havasdan muhimroq sabablar bordir. Bardam bo'l, ergashma yolg'on riyoga. Bariga hisob bor, kitob bordir. Otaga quloq solsang, dunyo haqiqatini anglaysan. Onaga quloq solsang, uning duosini olasan. Dunyo zahmatlaridan qutulasan, unutasan. Hech qachon yolg'iz emasligingni bilgin. Yonida doimo Alloh bor. 4 narsa kutilmaganda keladi. Olov, bemorlik, qarz va dushmandan saqlanish. Seni xafa qilgan kishiga saloming vijdonining sadaqasidir. Inson vaqt bolasidir. U tug'iladi, zahmat chekadi, o'ladi. Ulg'ayishga shoshilib, o'z uyingda, o'z hovlingda mehmonlikni unutma. Xudo nimani kechiktirsa, albatta go'zal, xayrli qilib beradi ortidan. 4 narsadan Allohdan panoh so'ra. G'amdan, mahzunlikdan, ojizlikdan va baxillikdan. 4 kishiga bardosh bo'lma. Yetimga, bemorga, miskinga va faqirga. Saxiylik, ilm, sabr, halollikni unutma. Ayolga aslo zulm qilma. Xursand qil, bu vojib sunnatdir. Üç narsa hayotda qo'lla. Ishonch, aql, muhabbat. 3 narsaga
ishonma. Hokimlik, omad, boylik. 3 narsa insonni yo'q qiladi. Hasad, kibr, g'azab. 3 narsa insonni belgilaydi. Mehnat, halol rizq va yutuq. Pulga ruju qo'yib, o'zingni o'qqa cho'qqa urma. Pul buzadi odamni. 3 narsani ishga sol. Aqlingni, himmatingni va sabringni. 3 narsani doim toza tut. Tanangni, kiyimingni va qalbingni, xayolingni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, musulmon yaxshisi boshqa inson uning qo'lidan, tilidan azob topmaganligidir, deydi. Nochor ahvolda yashash kambag'allik emasdir. Baxt yoshda emas, his tuyg'uda. Yosh o'tadi, go'zallik ham ketadi, mehr qoladi faqat. Kim dunyoni oxiratdan ustun qo'ysa, unga dunyo va oxirat yo'q. Ayol burnidir. Burnsiz ayolni tasavvur qiling. Birovga juda yaqin bo'lma, qattiq bog'lanib qolasan. Ovozni emas, so'zingni o'zgartir. Zero yomg'ir ham o'simlikni o'stiradi, momaqaldiroq emas. O'lim kelsa mol ketar, mulk ketar, juft ketar, do'stlar ketar, ammo iymon doim biz bilan qabrga kirar. Bo'sh vaqtni emas, doim ishni tanla. Farzand yolg'izlikda emas, mehr bilan ulg'ayish kerak. Mehr kerak. Qayerda doim yonida tayanch bo'l. Xafachilik yetsa, onangdan uzoqda yur. Sendan ko'p xafa bo'ladi. Xursandchilik bo'lsa, avvalo birinchi onang bilan bo'lish. Kim befoyda ko'p gapirsa, g'ashlik, bemorlik bo'ladi qalbida. Rizqidan mahkum bilan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, duoda qofiyadan uzoq bo'ling. Jannatni unga yaqin so'z va amal so'rayman va sendan panoh so'rayman de. Duo ibodat, Allohga muhtojligimizni izhor qilishdir. Qur'onda Alloh marhamat qilur. Ibodatdan kibr qilganlar doim xorlar bo'ladilar. Jahannamga kiradilar. Zanjirli halqa maqola. Zarnigar tongda hovuz supurib uylandi. Tarixga chiqqan qaynonasi so'radi. Ering kechasi qachon keldi, kelin? Bilmadim, qovog'im tun javob berdi. Qaynonam dili og'ridi. Nega bilmaydi? Bir xonada yotib, ertalab nevarasi Zilola qar qul yo'talib bog'chaga ketayotganini ko'rib, kelinga gapirdi. Kecha deb muzqaymoq beraverding-da, tomog'imni ushlab qoldi. Zanjirli halqa davom etardi. O'g'lan, menmi yalt etib qaradi qaynonasiga kelin. Sen bo'lmay kim? Endi kasal bolam bog'chaga sudrayapsan. Kechki ovqatda onasi o'g'lini tergadi. Bolam, kechasi buncha kech kelmasang, shu kecha ham ko'zim chiqim etmadi. Aroqda bo'ldimda, onajon, ish ko'p, boshqa ishga vaqt yo'q, dedi. Va o'z navbatida yonida o'tirgan o'g'liga savol berdi. Nega bugun darsga bormading? Qo'shimcha dars yo'q edi, o'g'li yer ostida otasiga boqdi. Qarada, shu o'qishni eplolmasang, mendan xafa bo'lma. Ey odamlar, nega buncha bir-biringizga tushmatirishga harakat qilasiz? Dunyo bir nafasli emasmi? Har bir olayotgan nafasimiz ham g'animat ekanligini faqat bilmaymiz. Alloh alam. Aziz muxlislar, shoir ukamiz Alisher Aymatning to'rtliklaridan o'qib bermoqchiman. Hayot bizga daryo tuhfa etar imkoniyat. Unda suzish uchun ammo qiynagimiz yo'qdir jonni. Agar maqsading yo'qdir hayotda, bosgan qadaming ham egri bo'ladi. Maqsadi borlarning kichikmi katta, qo'lida ishlashga to'g'ri keladi. Tinglaydigan hamrohga gapir,
Keladigan mehmoningni kut. Seni anglar odam oldida boshingni egib saqladin sukut. Azizlarim, shu bilan bugungi eshitishimizni tugatamiz. Efirda ko'rguncha omon bo'linglar, sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qiling. Assalomu alaykum. She'riyat olamidan kanalimning qatnashchilari, muxlislari. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun sizlarga Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Nopok narsalar ko'pligi sizni ranjitmasin deydi. Pok nopokka tengmas hech qachon deydi. Aqlli odamlar Allohga taqvo qiladilar. Izoh: Alloh rasuliga xitob qilib, ozgina narsa ham halol bo'lsin. Ozgina narsa ham halol bo'lgani yaxshi, ko'p haromdan yaxshi deydi. Maida surasi 100-oyat. Zohir ko'rinadi. Iymonlilar har xil narsani so'raydilar. Alloh mag'firatli, hakim zotdir. Izoh: Johiliyat zamonidan odamlar tabiati har xildir. Ko'pchilikning farzandi yetmaydi. Ba'zilar esa fitna qo'zg'ash uchun savol beraveradilar. Maida surasi 40-oyat. Alloh bandasini o'zi yaratgan, yana qayta yaratish ham qo'lidan keladi. Izoh: o'simlikni, suvni, insonni yaratgan qodir inson Alloh-ku. Qur'ondan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan hadislar, donalar bisotidan va xalq hayot shtig'lidan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib bermoqchiman. Debocha. Duo umid bilan ketib, tuhfa bilan qaytadi. Alloh aytadi: bandam meni zikr qilsa, labi ismimni qimirlasa ham men u bilan birgaman deydi. Pul vositadir, maqsad amal pul yig'ish emas. Maqsad amal pul bilan nimadir ish qilish kerak. Ketgan narsa qaytmaydi. Inson ikki sabab bilan o'zgaradi. Ko'p o'rgangani uchun o'zgaradi va musibat kelsa o'zgaradi. Dunyo chevar, matoh umrimiz. Hoya havasga berilmaylik azizlarim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kim menga bitta salovat aytsa, Alloh unga 10 ta salovat aytadi. Kunlar eng yaxshisi juma kunidir. Juma kuni inson yaratilgan, inson jannatga kirgan. G'azab qilsang bardosh beradigan, yo'qligingda uyingni himoya qiladigan, g'amgin bo'lsang xursand qiladigan, mag'lub bo'lsang ko'mak beradigan odam bilan hayotda aloqani uzma. U senga chin do'stdir. Baxtsizlik manbai 5 ta. Namozdan uzoqlashish, ota-onaga itoatsizlik qilish, Qur'onni o'qimaslik, uzoqlashish, yomon kimsalar bilan suhbatdosh bo'lish va qadardan norozi bo'lish. Kim meni bir marta salovat etsa, Alloh unga 10 marta aytadi. Allohni zikr qilgan kishilar xuddi qurigan daraxtlar orasidan chiqib yashnab turgan yashil daraxtga o'xshaydi. Kim jannat bog'ida sayr qilishni xohlasa, Alloh uchun ko'p aytsin. Kim qalbida duo qilishni xohlasa, duo qilsin. Sukut qilishga ishora bo'lsa, sukut qilsin. Alloh bir bandani sevib qolsa, uni zor tavbasini ko'paytiradi. Deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh baxtli bo'lishga o'rgatmaydi, baxti yo'q bo'lishga o'rgatadi. Kimdandir uzr so'rasangiz,
hech qanday bahonasiz uzr so'rang. Kim ko'p gapirsa adashadi, kim ko'p kulsa dili qotadi ya o'ladi. Haqiqiy muhabbatda esa yakun bo'lmaydi. Ona duosi tugashi muddati yo'qdir. Vafot etsa ham doim farzandlariga qilgan duosi boqiy bo'ladi. Bir kuni ilm, boylik, oqibat uchrashib qoldilar. Boylik debdi. Agar meni yo'qotsang, xazinadan topasan. 3. Ilm aytdi. Men yo'qolsam, meni kitoblardan izlang. Boylik aytdi. Men izlasam, men yo'qolsam, meni xazinadan izlang. Shunda oqibat aytdiki, men yo'qolsam, meni hech yerdan izlab topolmaysiz. Ehtiyot bo'ling. 3 toifa ehtiromga loyiqdir. Olim, oqsoqoli, oqargan odam va sulton. Bulut orasidan zerikkan oy kukulagan kimdi debdi. Quyosh shunda charaqlab chiqib, uzr men edim debdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, Alloh suratingga qaramaydi, mol dunyoga ham qaramaydi, qalbingga va qilgan amaliga qaraydi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yurtni obod, umrni uzun qiladigan 3 ta amalni aytadi. Silai rahim, xushxulqlik va yaxshi qo'shnichilik. Qiynaldim dema sinovchi Alloh, ojizman dema beruvchi Alloh, og'ridim dema shifokor Alloh, do'stim yo'q dema sirdoshim Alloh. Mansab, pul, davlat sinov uchun beriladi, xolos. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, odamning jannatga kirishiga birinchi taqvo va go'zal xulq sababdir. Moli ko'pning gunohi ko'p, xulqi yomon, jazosi ko'p, azobi ko'p. Bir ishning boshlanishi o'sha ishni teng yarmishidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, jahannamda bir eshik bor. Bu eshikdan Allohga itoatsizlar kiradi. Hech oqang bo'lmaganda sabringni sinaydi Alloh. Hamma narsang bo'lganda esa axloqni sinaydi. Ijodiy sahifa. Ijodiy sahifa. Azizlarim, she'r aytganimcha davoyim yo'q. Lekin har zamanda bir yozib turaman. Eshitdingizlar bitta she'rimda. Lekin oq she'r deb qo'ydim. Xatokor insonga. Xato qilding, juda yomon xato qilding. Iblis hiyla qildi, nafsing quli bo'lding. Boshing toshga urilganda ming afsus kech, bu dunyo bir sarofligin keyin bilding. Alloh agar bermas bo'lsa yugurma hech, axtarmagun topolmaysan pulingga ham. Berar bo'lsa rizq nasibang erta yo kech, sen bo'lmaysan tashlab ketar yo'lingga ham. It tindi-yu qushlar tindi, sen tinmading. Yoningdan ham ortiqmidi mol dunyo. U dunyoda Allohga ayt, nima deysan? Aslin bilsang hisob kitoblidir bu dunyo. Endi kichikroq nima? Hikoyacha. Rost yolg'on. Hazrat Navoiy huzuriga bir kishi kelib, rost va yolg'onni farqini so'radi. Hazrat shunda bir zum yerni qo'liga qo'yib, bu kishiga tikilib qoldi va keyin dedi: Sizni ko'rib turganim rost. So'z demaganim, bir so'z aytmaganim bu yolg'on dedi. Azizlarim, shu bilan bugungi
İşimizden tugatamiz. Sizlarga doim sog'lik, salomatlik, xayr, baraka ishlaringizga, oilangizga tinchlik, baxt, saodat, totuvlik tilayman. Xayr, omon bo'lasizlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. Shariat olamidan kanalimning muxlislari, ishtirokchilari, sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar, Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamat. İslam asl mohiyati Alloh birligidir. Qayta tirilish, mukofot, jazo, haq, vahiy, payg'ambarlik ustida boradi. Izoh: qilgan yaxshilik, yomonlik barobar kimsalar jannat, do'zax o'rtasida ajratuvchi aroq devor ustida o'tiradilar. Alloh do'zax jannatga hukm qilguncha. Qur'ondan. Alloh zarar bilan tutsa agar, undan hech bir kushayish beruvchi yo'qdir. Yaxshilik qilsa uni rad etuvchi ham yo'qdir. Izoh: Alloh iroda qilsa, foyda zarar etsa-da, foyda zarar etadi. Alloh iroda qilsa, foyda zarar etadi. Alloh rahimli zotdir. Yunus surasi 107-oyat. Najot topuvchi odam kufrdan, gunohdan pok bo'ladi. Allohni yod etib 5 vaqt namozini o'qiydi. Toriq surasi 14-15-oyatlar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan hadislar, donolar bisotidan va xalq hayoti chig'iridan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib bermoqchiman. Debocha. Muhabbatning yarmi ishonch, yarmi hurmat, e'tibordir. Ayol yig'lar ekan og'ziga qo'lini qo'yadi, erkak yig'lar ekan ko'ziga qo'lini qo'yadi. Gunoh qaysi a'zoda ko'p bo'lsa, xuddi yashirganday go'yo. Kim zulm qilsa, Allohdan jazosi Allohdandir. Bu dunyo go'yo qarz to'lashdir. Bu dunyoda va oxiratda to'lashimiz muqarrar. Ahmoq ayol erini o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ladi, ammo hech narsaga erisholmaydi. Dono ayol esa erini doim qo'llab, uni qirol qiladi. Qirollik darajasiga ko'taradi va o'zi ham qirollikchalarday baxtli yashaydi. Üç türlü ko'z qiyomatdan do'zaxni ko'rmaydi. Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'z, Alloh yo'lida qo'riqchilik qilgan ko'z, Alloh harom qilgan narsadan tiyilgan ko'z. Hayotda ikki narsaga ishonch yo'q. Hayotda ikki narsa ishonchli emas. Ayolning ko'z yoshiga ishonma, erkakning qalbiga. Ikki narsaga ishon. Ayolning qalbiga, erkakning ko'z yoshiga. Ahmoq qilmoqchi bo'lgan ishlarni maqtaydi. Aqlli odam esa qilganlarini hech ham maqtanmaydi, gapirmaydi. Bir ish bo'lmaydi deb qayg'urma. Ish bo'lsa bo'ladi, suyunma. Bir ish bo'lmaydi deb qayg'urma. Ish bo'lsa bo'ldi deb suyunma. Kuyinganing yaxshilikka bo'ladi, suyunganing yomonlikka ham bo'lishi mumkin. Dunyoda yomonman deb hech vijdoningni qiynamagin. Qiynasang, eng pokiza odam sensan. Shayton 5 narsaga do'zaxni bo'lgan. Birinchi, xatosini tan olmagan, nafsini tiymagan, tavba qilmagan, Alloh rahmatidan umid qilmagan, o'zidan, pushaymon bo'lmagan e'tiqodan. Haqiqiy erkakning shaxsiyati bilan sevib qolgan ayol rashk bilan hech hazillashmaydi.
Xatoni yomon ko'r, xatokorni emas. Masiyatni yomon ko'r. Masiyatdan jirkan, osiydan emas. Erkakning 3 ta xatosi. Ayoldan o'ynashini ustun qo'yishi, hadeb ayolni ayblab kamsitishi, ayoliga nisbatan adolatsizlik qilishi. Halolga xiyonat qilgan inson toza ovqat turganda albatta axlatni tutadi. Axlatni tutgan itga o'xshaydi. Eldan chiqqan ayolga nafs uchun yelkasini tutgan erkaklar bor. Ular er emas. U ayollarga er emas, erkak kerak. Hech kimdan hech narsa so'rama. Go'zal narsalar Allohdandir. Kibr va hasad sog'liq egovidir. Kibr va hasad sog'liqning egovidir. G'urur kibrga ketgan, oyog'i osmonga G'urur kibrga ketgan odam oyog'i ostiga qarasin. Shu tuproq, shu yerlar ne yuzlarning yuzidir. Ayolini onasini so'kib chaynayveradigan erni ham ona tuqqan-ku. Yaxshi ko'rgan odamimiz bemor bo'lsa, sinovda deymiz. Yomon ko'rgan odamimiz bemor bo'lsa, jazo Allohdan deymiz. Alloh qadarni nafsiga moslama. Alloh qadarini nafsinga moslama. Nima kerak bo'lsa Allohdan so'ra, qadring ortadi. Odamlardan so'rama, qadring ketadi. 4 ish borki, Alloh va'dasi bor. Shukr qilsang, Alloh ziyodi bilan beradi. Zikr qilsang, Alloh ijobat qiladi. Duo qilsang, Alloh ijobat qiladi. Zikr qilsang, Alloh seni ham eslaydi. Istig'for aytsang, Alloh kechiradi. Bu Qur'ondan. Ruh saodat Alloh roziligidadir. Ruh bilan saodat Alloh roziligidadir. Inson tug'ilgandan boshlab o'lim unga hamrohdir. Yuraging siqilma. Yuraging siqilsa hech kimga aytma. Allohga yolbor. Sen rahimlisan Allohim, yordam ber. Dunyoda eng oson adashgan odamni muhokama qilishdir. Eng oson adashgan odamni muhokama qilishdir. Lekin eng qiyin esa uni ahvolini tushunishdir. Unga ko'maklashdir. Dunyoda hamma narsadan ham baxt ham o'tkinchi. Dunyoda hamma narsa vaqt, dard, baxt o'tkinchi. Abadiy baxt esa jannatdadir. O'zingdan yuqoriga xizmatda bo'l, o'zingdan pastga shafqat qil. It tanimaganga vovullaydi, g'iybatchi ham bo'lmas begonaga qarab xuddi itday huradi. O'ziga ishonchi yo'q erkak ayolni kamsitadi, xo'rlaydi. Ayoli Alloh omonati ekanini unutadi. Yo do'st bo'l, yo dushman bo'l. Asla 200lamachi munofiq bo'lmadim. Yumshoq belli insonni qo'rqoq demang. Ichida shunday dahshat uxlaydiki, uni uyg'ota ko'rmang. Ona o'zi uchun yashamaydi. Ota ko'ntagi uchun ishlamaydi. Hammasi farzandlari uchun. Endi azizlarim, bugun ijodiy sahifamdan o'zimning kitobimdan, ko'rganlarim kechirgan kitobimdan tunga kafolatlar degan bir maqolani o'qib bermoqchiman. Yoz kunlarining birida avtobusda ishdan qaytayotib, husni malohatda tengsiz bir qiz bilan gaplashib qoldim. U o'ziga ignaday sanchilgan nigohlarga nopisandlik bilan qarab qo'yar, turli bo'yoqlarga to'yingan yuz ko'zlari tabiiy chiroyiga hayot tashlab turardi. Oppoq bo'g'iq marvaridday siynalarining yuqori qismi yoqasi katta o'yilgan oq pushti harir ko'ktasidan ko'rinib turardi.
Bolustanların mine yükkəsindən üzünü köz kılardı. Nigahlarda tuzak olmakçı oxşarı xuddi. Kız gelsin çıkar tikildim ve savol verdim. Hayırdır okuysan singlim? Bir pas yüzüme qarab turdu keyin dedi. Hayırdır oxuşum bilan nima işiniz var? Badam qovoqlari uyildi ve o'zi dedi. Voy, qadimmish, bilsam qoldim meni afsusda qilmagan. Hijolat aralash kulimsirab dedim. Kechiring singlim, dilingizga og'ir batdimi? Qizning sovuq nigohidan g'azab uchqunlari sochilardi. Uzun tirnoqlari bilan peshona sochlarini qirmizilangib yurgan barmoqlari bilan peshona sochlarini to'g'rilardi. Qizning ruhiyatida qandaydir alamzadalik bor edi, isyon bor edi. Oldimdan kelsang tishlayman, ortimdan kelsam tepaman deganday. Bu qizlarga qaysi sho'rpeshona erkak zot yaqinlashar ekan. Ayni o'ynab kuladigan vaqti qayralgan pichoqday asablari muncha tarang. Hayotdan to'ygan odamday muncha tosh qotgan. Dunyoga o't ketsa menga nima deganday sovuq nigohlariga aytmaysizmi? Diqqat jonsiz suratga yomon qutga o'xshaydi. Bular bilib bilmay qarsiz oxirgi ko'chaga kirib qolgan baxtiqarolar emasmikan? Ba'zi yurtlarda, ba'zi yuragida, ba'zilari yuragida pushaymon kufli bu xato ko'chaga kirganidan ba'zilarni. Allah yagona, Allah kechiruvchidir. Chin dildan tavba qilsam kechiradi, mehribon zot. Shunda bir joyda o'qiganim esimga tushdi. Iso alayhissalom bir qishloqdan o'tyapti, bir xonadonga qo'ndi. Mehmonlar topganini oldiga dasturxon qo'ydilar. Shunda eshikdan bir fohisha ayol kirib, Isodan izn so'radi o'tirishga. Yonidan. Iso boshqargandan keyin tiz cho'kib yig'ladi. Oyoqlarini uqaladi, ko'z yoshlari bilan yuvdi, sochlari bilan quritdi. Shunda sukut saqlab o'tirgan Iso bor ketaver, Xudo seni kechirdi dedi. Azizlarim, shu bilan bugungi eshitishimiz tugadi. Sizlarga sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt, tinchlik, omonlik tilayman. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Yaman g'ala-g'ovur zamonda Xudoning o'zi panohida saqlasin. Hamma joyda tinchlik bo'lsin, insof topib bersin. Odamlarga tinchlik bo'lsin.